Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Isroil rasmiylari bosh vazirning tirikligini isbotlash uchun juda harakat qilishyapti. O'tgan hafta yoki 10 kunlik davomida deyarli video material joylamagan ijtimoiy tarmoqlarga oxirgi 2 kun ichida ayni Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning o'limiga doir bo'lgan iddaolar, taxminlar ko'payib ketganidan so'ng bugun ikkinchi original video material joylandi. Kuni kecha e'lon qilingan bosh vazir Netanyahuning o'zini o'lmaganligini isbotlovchi videosi internetda juda katta bahslarga sabab bo'ldi va ayni shu video sun'iy idrok mahsuli ekanligini isbotlovchi juda turli xil farazlar, iddaolar, taxminlar ilgari surila boshlagandi. Bu haqida qisqacha mana bu yerda tanishishingiz mumkin. So'nggi bir necha kun davomida uning o'lganligi haqidagi taxminlar oshgani fonida ya'ni uning rasmiy Instagram sahifasi oxirgi 2 kun ichida ikkinchi original o'zi, ya'ni Netanyahu tasvirga tushgan video materiallarni e'lon qildi. Ammo unda ham ba'zi kamchiliklar ko'rinadi va uning ham ayni shu sun'iy idrok yordamida yaratilgan bo'lish ehtimoli borligini ilgari suradi. Ayni shu bugun e'lon qilingan ochiq havoda uning o'zi tasvirga tushgan ba'zi kadrlarda uning qo'lida uzuk bor ekanligi yaqqol ko'rinadi. Ammo ayni shu kadrlarning keyingi bosqichlarida uzuk yo'qolgani va yana paydo bo'lib qolganini ko'rish mumkin bo'ladi. Afsuski, bosh vazir Netanyahu va Isroil rasmiylarining bosh vazir Netanyahuning tirik ekanligini iddao qiluvchi barcha harakatlari zoye ketmoqda. Internet nazdida uning bu harakatlari sun'iy idrok tomonidan yaratilganligiga qaratilgan iddao, taxmin va shubhalar oshib bormoqda. Har bir harakati uning o'ziga qarshi ishlagan holatda internet tomonidan uni ko'proq va qayta o'ldirib qo'ymoqda. Kecha aytib o'tganimdek, Netanyahu endi o'zini tirik ekanligini isbotlash uchun qancha harakat qilmasin, internet uning tirikligiga ishonmasa kerak. Ayni shu sababli ham yaqqol kecha ta'kidlaganimdek bir yo'li bor. U birorta tashqi davlatga chiqib, o'sha davlat liderlari, rahbarlari bilan ko'rishishi, ommaviy axborot vositalari bilan muloqotga kirishishi va ayni shu ommaviy axborot vositalari e'lon qilgan video va foto materiallar orqali o'zining tirik ekanligini rostdan isbotlab berishi mumkin bo'ladi.